Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana O'zlar Drop va bugun sizlar bilan yana bir yangi sun'iy intellekt tomonidan rasm chizishga mo'ljallangan loyihani ko'rib chiqamiz. Undan oldin bizani Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lishingizni iltimos qilmasin va mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Va Sogning loyihasi $2 million investitsiya olgan va bu asosan rasm yaratib, ya'ni kirganingizda sizga point beriladi, test token va o'sha pointni bizni rasm yaratish orqali ishlatib o'zimizni rankimizni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. Yana bir qo'shimcha aytganda snapshot 18 qolgan, snapshotga 18 kun qolgan. Shuning uchun tezroq ulgurib qolishimiz kerak bo'ladi bu yoqda. Hozir kirib qanaqa rasm yaratishlarini ko'rsatib o'taman. Bu yoqda ball yig'ishimiz kerak emas, naborot ishlashimiz kerak bo'ladi. Ballni kunlik chek qilishlar orqali olsak bo'ladi. Qani kiramiz, link orqali bosib olamiz. Va birinchi signal qo'yamiz. Signal for free. Chunki biz hali bu yoqda yangimiz. Birinchida biz email kiritamiz. Yo, username, oddiy username, ya'ni ismingiz yoki useringizni kirgizib qo'yamiz. Ikkinchisida email, keyingisida bo'lsa referral so'rayapti, referral kod, mana bu yerda referral kod kirgizib yuboramiz, nusxalarimizni kirgizib yuboramiz. Shundan keyin continue bosamiz. Undan keyin bizda nima so'raydi? Kod so'raydi. Ya'ni o'zingiz kod yaratishimiz kerak bo'ladi. Kodni ham bir xil yaratamizda, yana continue bosib yuboramiz. Hozir men kirib bo'lganman, shuning uchun ko'rsatmayman bu narsani. Ikkita bir xil kod qilganimizdan keyin continue bosib to'liq kirib olamiz. Men bu yoqda kichkina shahzoda bo'lsin deb yozgandim. O'shani chiqarib beryapti. Shunaqa yaratganimizdan keyin pastda mana yozig'i pastda, image pastida o'ng tarafda ko'rgan bo'lsanglar, nechta token olishini yozib qo'ygan. Ya'ni bu rasmlar uchun nechta tokenni, ya'ni pointni bizning hisobimizga yechishimizni yechib olishini ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni 11 ta echar ekan.
Ya'ni bu yerda 9 tani belgilasak, bu raqam kamayadi. 2 ta qilsak, 4 ta qilsak yana kamayib boradi bu narsa. Men 16 ta qilganman. Va bu yerda kichkina shahzodani tasvirlab bergan. Shunaqa qilib, boshqa narsalarni yozsak bo'ladi. Masalan, mana ko'rayotganingizdek, bu yerda bir o'q bilan ikkita quyon ursa bo'lar ekan, ya'ni bepulga sun'iy intellekt tomonidan yasalgan rasmlarni olsak bo'lar ekan. Ham bu yerda airdropga qatnashib qo'ysak bo'lar ekan. Shunisi yoqdi. Red qilaylik. Bu yerda men Porsche 911 qizil Porsche bo'lsin, ko'chada bo'lsin, shaharda bo'lsin deb yozgandim. Chiqarib berdi. Endi yana bir muhim narsasi leaderboard. Ya'ni rankimizni ko'ramiz. Bu yerda hisobimizni ko'ramiz va pastda pending nima details turibdi. Bu yerda ishlatganimiz ko'rinadi. Qancha ishlatganmiz. Eng pastda turgan hisob mana shu va o'zimizning hisobimizdan ham qarab borsak bo'ladi, kamayayotganini. Endi biz rankimizni ko'rishimiz kerak. Bu yerdan mana shu bo'limga o'tib olamiz-da hisobimizga. Va tepada sizni rankingiz deb leaderboard turibdi. Tepada ranking. O'shanda view bor. View ustiga bosib boramiz. Kichkina yozilgan, ko'k yozildi view. O'shani bosib borganimizdan keyin o'sha saytga olib kiradi va aytib o'tganimdek, 18 kundan kam vaqt qolganini ko'rsak bo'ladi. Va bu yerda eng ranki balandlar, endi o'zimizning rankimizni qanaqa qilib ko'rib olsak bo'ladi degan savolga bu yerdan qaytamiz-da. O'sha aytgan joyimda mana artist 2955-man o'rinda ekanman. Hali yana ko'proq rasmni yaratishim kerak bo'ladi bu yerda yana. Bu yerda yana qanaqa qilib ranklarga to'pga chiqish imkonini yozib qo'yilgan. Mana image to earn, ya'ni image yarat, bu yerda rankingni oshir va referallarni chaqir deyapti. Shuning uchun bu yerda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Qatnashayotgan odam 50 mingta, kecha 35 mingta odam edi kirayotgan paytimizda. Yana bir marta aytishim kerak. 17 kun qoldi почти va 40 millionta Sogni tokeni beriladi. Mainnetdan keyin, mainnet bo'lgandan keyin 40 millionta token ajratilgan bu narsaga, airdropga. Bu juda ham kam va bu narxiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni baland chiqishi mumkin narxi. Shunaqa qilib qatnashib qo'ysak bo'ladi. Buni ortiqcha narsasi yo'q. Mana ketib qoldi yana. Hisobni boy ishlatganim, rasmiy yaratganimizni oldi. Bu yaxshi. Ya'ni yaratib borish kerak. Buni ortiqcha narsasi yo'q. Shunaqa qilib ishlab borsak bo'ladi.